Assalomu alaykum azizlar barchaga. Yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Demak, bugun ham nevroz haqida gaplashamiz. Aynan natijalar bilan gaplashamiz. Ya'niki nevrozdan butkul dori-darmonlarsiz sog'aygan ishtirokchimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Navbatdagi demak suhbatdoshimiz Samarqand viloyatidan Iqboloy singlimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Xo'p, demak, suhbatimiz bizni eshitib turganlarga foydali, manfaatli bo'lishligi uchun men savol beraman. O'sha savollarga qarab, siz o'zingizni boshingizdan o'tkazgan jarayonlarda, o'sha mashqlar deymizmi, qanday bu holatdan chiqib ketdingiz, o'shalarni sekin-sekin o'zingiz boricha aytaverasiz. Xudo xolasa bizni eshitib turganlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Demak, azizlar, hozirgi kunda juda ko'p o'sha nevrotik buzilishlar, o'sha nevroz deymiz xalq orasida. Nevroz bilan kasallangan insonlar juda ko'p. Bu nevroz qanaqa kasallik? Kuchli qo'rquv, yopishqoq xayollar, yurakning to'satdan tez urib ketishi, tomoqda yot jism tiqilganday bo'lishi, qizib ketish, terlab ketish, oshqozonimiz bilan bog'liq muammolar, bosh aylanganday bo'ladi, lekin yiqitmaydi. Qon bosimini ko'tarilishi yoki tushishi, yoki bo'lmasa ko'tarilib tushib ketishi, quloqda shum paydo bo'lib qolishi. Bularda hammasi biz doktorlarga boramiz, doktorlar tekshiruvlardan o'tkazadi. EKG qiladi, eho qiladi, holter taqadi yuragimizga, oshqozonimizga shilang yutqizadi, qon bosimimizni tekshiradi, hamma analiz topshiramiz, lekin sog'lom chiqaveramiz. Demak, o'zi aslida bu nevroz qanaqa kasallik ekan? Demak, bu organik kasallik emas, shunchaki funksional buzilish xolos. Ana endi nevroz kasalligida inson juda qo'rqib qoladi, xuddi o'lib qolganday, xuddi mendaqa kasal yo'q, meni kasalligim butun dunyoda bitta ekan, ya'ni unikal kasallik ekan degan fikr bo'lib qoladi. Bu nevroz kasalligidan mutlaqo 100% ga chiqib ketsa bo'ladi. Mana shu insonlardan biri bugun mana onlayn bo'lsa-da suhbat qilamiz. Xudo xolasa o'zlarini boshdan o'tkazgani, qanday chiqib ketgani bo'yicha o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib aytadi. Demak, birinchi savolim, bu kasallik qachon boshlangan sizda? O'zingizni tanishtirib, bemalol gapiraverasiz. Kasallik menga o'tgan yili yozga boshlangandi. Yozga bir marta boshlandi. Shunday yomon bo'limda yuragim qisdi, nima bo'ldim, uxlolmadim. Keyin shu bu qanaqa kasalligini tushunmadim. To'g'risini aytsam. Siz doktorlarga bordingizmi, nima qildingiz birinchi? Unda shu tushunmadim, mazam bo'lmadi. Yuragim yomon bo'laverdi, tez yordam chaqirdik. Keyin tez yordam ukol qildi, dori berdi, sal yaxshi bo'lganday bo'ldim, baribir bo'lmadi-da. Keyin hech yaxshi bo'lmadim. Keyin yana kechqurun oqshom edi, shu soat 12larga boshqa joyga banitsaga bordik. Banitsaga bordik, doktorga ko'rindik. Har xil dori-darmonlar yozib berdi. Har xil dori-darmon keyin ichdim, lekin u vaqtinchalik ta'sir qildi-da. Vaqtinchalik o'zimni yaxshi his qildim. Qarasam yana shunaqa boshlanib kelyapti, yuragim qisilishi, qanaqadir yomon bo'laverdim. Keyin shu sizni Instagramdan sizni nimangizni ko'rib qoldim, reklamangizni. Keyin o'sha kanalingizga obuna bo'ldim. Keyin darsliklaringizga qatnashdim, darsliklaringizni oldim. Endi bo'sh vaqtlarim eshitib, ko'rib, ancha o'zimga xulosa chiqardim, mashqlar bajardim. Shu rezinka mashqlari, keyin qo'rquvga qarshi borish, shunaqa mashqlar, keyin ko'p yugurdim. Shu ancha unutdim-da bunaqa kasallikka, Xudoga shukr, chalinmay qo'ydim. Zo'r. Endi men hozir kuzatuvchilar vazifasini bajaraman, ya'ni ularning ichida savollar yonib turibdi-da. O'sha savollarni imkon qadar o'sha kuzatuvchilarimiz nomidan beraveraman. Siz savol javob beraverasiz imkon qadar.
Xo'p, sizda qanaqa simptomlar bo'ldi? Masalan, hammada har xil bo'ladi. Kimnidir kardiofobiya bo'ladi, yurak tez urib ketadi. Kimnidir tomog'ida nimadir tiqilgandek bo'ladi. Aynan sizda qaysilari bo'ldi? O'shalar haqida aytib bering. Faqat shu nafas qisilishi bo'ldi. Shunday nafasim qisdi, nafas ololmadim-da. So'ng havo yaxshi bo'lsa ham nafasim qisib hech ilgi qilolmadim-da, o'zimga kelolmadim. Faqat shu nafas qisilishidan qiynaldim. Tushunarli. Xo'p, yana savol, necha marta doktorlarga bordingiz? 2 marta bordim. Doktorlardan tashqari yana qayerlarga bordingiz? Nimalar qildingiz? To o'sha bizda darsliklarimizga qatnashmaguncha. Doktorga bordim. Undan keyin shu nima deydi, Instagramga kirdim. O'zimni chalg'itish uchun shunaqa o'zimdan nima kasalligini bilmasdim. To'g'risini aytsam, men ham haqiqatdan yuragim kasal bo'lsa kerak deb o'ylardim-da men. Shu dori ichishim kerak, yuragim kasal bo'lsa kerak deb o'ylam, o'zimni chalg'itib, shu reklamazni ko'rib qolgandan keyin bu nima kasalligini keyin tushundim. Navbatdagi savolimiz, ya'ni kuzatuvchilarimizga eng qiziq bo'ladigan savollar. Endi bu umumiy savol bo'ladi. Odatda qanday chiqib ketdingiz deb savol berishlari mumkin. Shunaqa savol berishini xohlab turgan bo'lishi mumkin. Men sali buni bo'limlarga bo'lib berishga harakat qilaman. Xo'p, demak, o'zi bu kasallikdan chiqishda birinchi navbatda nimalar qilish kerak ekan, nimalar qilmaslik kerak ekan? Shular haqida gapirib bering. Bu kasallikdan chiqib ketish uchun odam nima deydi? Yaxshi narsalar o'ylash kerak. Misol uchun bugun ertangi rejani emas, kelajakdagi rejalar tuzish kerak. Kelajakda men buni qilaman, men uni qilaman, men buni qilaman deyish kerak. Keyin nima deydi? Keyin sayohatlarga chiqish kerak, o'ziga narsalar sotib olish kerak, o'ziga nima qilish kerakda. Endi misol bu kasallikka kirib qolish bitta ozgina bir tushkunlikka bironta kishisi o'lib qoladi-ku, misol uchun. Yo farroq odam yo shunaqa olim bo'lsa bu kasallik tushib qoladi-da, tushkunlikka tushadi. Shuning uchun tushkunlikka tushmaslik kerak. Har doim o'zini nima deydi, Xudoga ishonib, men Xudoga shukr, men sog'lomman. Men sog'lomman-ku, nimaga men uni o'ylashim kerak? Men nima uchun bu narsani o'ylashim kerak? Men ham meni jonimni faqat Xudo berganman. Bunaqa o'ylashimdan foyda yo'q. Undan ko'ra aylanishlarga boray, biron bir ishlar qilay, bekorchi bo'lib o'ylaverib, mana bu YouTube'ga, Instagramga unaqa har xil detallar orqali videolar joylaydi-da. Uni jonlantirib odamlarga ko'rsatib beradi. Ki odamlar shu narsalarni ko'rib, qo'rqib, qanaqadir qo'rqinchli kinolardan qo'rqqandan shunaqa kasallikka tushib qolibdi-da. Shuning uchun hadeb qo'rqinchli kinolar ko'rmay, yaxshi narsalar ko'rish kerak. Keyin bir aylanishlarga chiqish kerak. O'zini yaxshi ko'rish kerak. Uni qo'rqib, bir nima bo'lib o'tirganda hech qanaqa hech narsa foydasi yo'q, baribir hech narsa qilmaydi. Biroz o'zini nima deydi, tashqi dunyodan uzib qo'ygani qoladi. Kimgadir men shunaqa bo'laman, shunaqa bo'laman deb aytsa, bu jinni ekan degan gap bo'ladi-da. Baribir hech narsa bo'lmaydi. Undan qo'rqqan foydasi yo'q. Hech narsa bo'lmaydi. Buni qo'rqishni keragi yo'q. Xuddi shunaqa. O'sha nevroz bo'lgan payti mana juda ko'pchilik doktorga boradi, doktorlar sog'lom deydi. Bu yerda vrachlardan xafa bo'lish keragi yo'q. Vrachlar rostini aytayapti. Ular haqiqatan sog'lom deyapti, chunki organikada hech qanaqa kasallik yo'q. Shunchaki kasallik fikrlarimizda xolos, to'g'rimi? Endi vrachlar sog'lom deb qaytaraveradi. Buni birovga aytishga ham odam uyaladi yoki bo'lmasa birovga aytsangiz buni tushunmaydi, to'g'rimi? O'shanda o'zingizda qanaqa hissiyot bo'lgan? Men bu kasallik haqida hech kimga aytmaganman. Men hech kim bilan bu dardlarni bo'lishmaganman. Doktor agar misol men doktorlar meni sog'lomsan degan, men doktor aytibdi-ku, bilib turibdi-ku, meni sog'lomligimni bilib turibdi. Nimaga men qo'rqishim kerak? Doktor sog'lom deyapti, men sog'lom, nimaga qo'rqay? Juda yaxshi, zo'r. Endi keyingi savol, mana shu darsliklarizdagi o'sha o'rgatgan mashqlarimizdagi eng sizga zo'r foyda bergan, o'sha maza qilib bajaradigan mashqlar qaysilar bo'ldi? Qo'rquvga qarshi borish. Aha, zo'r.
foydasi qanaqa ekan shu qo'rquvga qarshi borishda? Qarshi borish bu tavakkallik yashash, o'ylamaslik kerak. Shu qo'rqib, undan tavakkaliga uxlash kerak, tavakkaliga yashash kerak. Boshqa narsa emas. U qo'rqib o'tirgan bilan hech narsa bo'lmaydi. Odam o'zini kasal qilgani qoladi-da. Hech narsa bo'lmaydi. Kimgadir aytsa, misol birovlar aytadi. Bu jinni bo'lib qopti, unaqa bunaqa deydi-da bir. Shuning uchun tavakkaliga yashash kerak. Tamom, boshqa narsa emas. Juda yaxshi. Xo'p, endi uzun kesil qancha vaqt ketdi sizni mana shu kasallikdan chiqib ketishingizga? To'g'risini aytsam, menga oson bo'lgani yo'q. Men ham ancha qiynaldim, lekin o'zim chalg'itishga harakat qildim. Shu doktorlarning gapini esladim, sog'lomman-ku, nimaga qo'rqishim kerak? Doktorlar meni tekshirdi, davolangan bo'lsam, men sog'lom bo'lsam, nimaga men qo'rqay? Keyin shu Qancha? 1 oy, 2 oy, 3 oy? shu 3 oy, 4 oylar ketdi-da. 3 oy, 4 oy. Ha. Endi o'zi juda ko'pchilik aytadi-da. Ya'ni qancha vaqtda chiqib ketaman deydi. Bu insonni o'zini ichki irodasiga bog'liq. Ya'ni qancha mashqlarni tezroq qilsa, o'qisa, izlansa, men har doim aytamanki, insonda bizni fikrlarimiz bor hamda aqlimiz bor. Demak, o'zi odatda sog'lom hayotda bizni aqlimiz fikrlarimizni boshqarib turadi. Bizda yomon xayol ham kelib turadi sog'lom payt. Yomon xayol kelganda bizni aqlimiz o'sha yomon xayolni to'g'ri yo'naltiradi. Ana endi nevroz paytida almashib qoladi. Bizni fikrlarimiz aqlimizdan ustunlik qilib qoladi. Ya'ni biz o'sha fikrlarga aqlimiz ham ergashib ketib qoladi-da. Biz nima qildik? O'sha darslar mobaynida, mashqlar mobaynida mana bu aqlimizni fikrlarimizdan ko'ra ko'proq o'stirdik. O'shani hisobiga endi yomon xayol keladi. Tabiiy hammada keladi yomon xayol, lekin endi nima qilamiz? Jilovlashni o'rganamiz. Tushunarli? Jilovlashni o'rgandik. Zo'r. Endi mana shu bizni eshitib turganlarga suhbatimizni boshidan diqqat bilan tinglab, eshitib, kuzatib, qani nima tavsiya berar ekan deb turganlarga qanaqa tavsiya berasiz? Hozir o'sha nevroz bilan qiynalyapti, panika bilan qiynalyapti, qo'rquvlar bilan qiynalyapti. Deylik, ko'chaga chiqa olmayotganlar bordir, ertalabdan kechgacha mana shu kasalliklarni internetdan ko'rib o'tirganlar bordir. Nima maslahat berasiz? Qani o'zingizdan kelib chiqib. Birinchi o'rinda beradigan maslahatim, hech qachon tushkunlikka tushmaslik kerak. Keyin har kimni har xil gaplari bo'ladi. Voy, odam bunday bo'lsa, bunday bo'lar ekan, bunaqa qo'rqsa, bunaqa, unga e'tibor bermaslik kerak. Birinchi o'rinda o'zini ichki irodasiga, misol uchun o'zini sog'lig'iga qarash kerak, ko'chaga chiqish kerak, aynalish kerak, qo'rquvga qarshi borish kerak-da. U qo'rqib o'tirgan bilan hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. U bar qo'rqib davom etaveradi, yillar davomida yashayveradi. Nima bo'ladi? Qo'rqoq bo'lib qoladi. Keyin baribir kunlar kelib yaxshib ketadi uchun. Keyin bu kasallikka chalingan baribir shu kasallikka odamlarni men bilaman. Juda uzoq umr yashaganlarni ham men bilaman. Eshitganman. Nima qilish kerak? Mashq qilish kerak. Men har doim aytaman. O'sha darslarimizda ham aytaman, onlayn konsultatsiyalarimizda ham aytaman. Bizga yordam beradigan odam bitta. U ham bo'lsa kim? O'zimizmiz. O'zimizdan boshqa hech kim yordam bermaydi bizga. Mehnatni o'zimiz qilamiz. Masalan, siz ham mana shu kasallikdan o'zingiz chiqib ketdingiz. Biz faqat o'sha darslarimiz orqali, konsultatsiyalarimiz orqali sizga yo'l yo'riq ko'rsatdik, xolos. Hamma mehnatni o'zingiz qildingiz, to'g'rimi? Demak, bizga yordam beradigan odam bitta. Tashqaridan qanaqadir najot kutmang. Bu nevroz aslida bizni fikrlarimizdan xolos. Ya'ni bizni fikrlarimizni to'g'irlasak bo'ldi. Biz ko'pincha nima qilamiz? Simptomlarni orqasidan quvib yuramiz. Bu simptomni bartaraf qilsak bu yog'idan kelib chiqadi, buni bartaraf qilsak yana boshqasi kelib chiqadi, tushunarli? Biz simptomlarni orqasidan quvishimiz kerak emas. O'zi mana bu joyda biz fikrlashimizni to'g'irlasak, mana shu nevrozni qanaqa ishlashini bilib olsak, mana shu narsani o'zi yetarli. Butkul hamma simptom birdaniga to'xtaydi.
Shuning uchun azizlar, agar bizni mana shu joygacha kuzatib turgan bo'lsangiz, hech xavotir olmang, hech ham tushkunlikka tushmang. Mana siz bilan o'sha imkon qadar YouTube kanalimizda nevrozdan qutulgan insonlar, butkul o'zini kuchi bilan hech qanaqa dori darmonlarsiz chiqqan insonlar bilan baholi qudrat videolarimiz joylab kelyapmiz. Mana shu insonlarning gapi qalbingizda zarracha umid uyg'otgan bo'lsa, qalbingizga ozgina bir motivatsiya bergan bo'lsa, sizda hayotga nisbatan ishtiyoq uyg'ongan bo'lsa, demak harakat qilish vaqti keldi. Harakat qilamiz, harakat qilamiz, harakat qilamiz, mashqlarni qilamiz. Marhamat, konsultatsiyalarimiz bor, kurslarimiz bor, onlayn bo'lsa-da ularga qatnashing. Mana shu biz qachon o'zimizni ustimizda ishlashni boshlaymiz, o'shandan keyin nima qilar ekanmiz? Sog'ayishni boshlar ekanmiz, azizlar. Xo'p, yana qanaqa tavsiyalaringiz bor? Mana o'zingizdan kelib chiqib, ichingizdagi o'sha aytolmay qolgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, bizni eshitib turgan tinglovchilarimizga bemalol aytishingiz mumkin. Mani tavsiyam, odam o'zini qo'lga olishi kerak. Odam o'zini qo'lga olishi kerak, kuchli bo'lishi kerak. Har qanday qo'rquvlarni olib, o'ziga negativ xayollarni olib, o'zini yo'q qilish kerak emas. Har doim kuchli bo'lish kerak, harakat qilish kerak, qo'rquvga qarshi borish kerak. Mana siz qancha sizni videolaringiz ko'rish kerak, video darsliklaringizni olib, vaqtim yo'q deydi, vaqtim yo'q, ishgaman, bunaqaman. O'zini tuzalib ketishini xohlagan odam maslahatlarni eshitadi-da. O'zini tuzalib ketishini xohlagan odam eshitadi, maslahat, shu video darsliklarni ko'rish kerak, mashqlarni bajarish kerak. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi emas, hammasi yaxshi bo'ladi degan narsani o'ziga qo'yish kerak. Men sog'lomman, men sog'man, kasal emasman, men hali uzoq yil yashayman, meni rejalarim bor, farzandlarim bor. Yaxshi nima niyatlar qilish kerak-da. U qo'rqib o'tirgan bilan hech narsa bo'lmaydi. Vaqt bo'lmaydi, lekin nima deydi? Nima hayotiga yaxshi yashamaydi, prosta o'zini qiynab qo'ygan qoladi. Shunday. Rahmat kattakon, juda to'g'ri gapni gapirdingiz. Ya'ni juda ko'pchilik inson o'tmish bilan yashaydi. Ya'ni o'tib ketgan ishlarni o'ylayveradi, o'tib ketgan bir o'tmish hayoti bilan yashaydi. Endi o'zimizga savol berib ko'raylik. O'tmishimizni biz o'zgartira olamizmi yoki kechagi kunni qaytara olamizmi? Yo'q. O'tmish o'tib ketib bo'ldi, u qazoyi qadar. Ana endi kelajagimiz hali kelmadi-yu. Bizda nima bor? Bizda ayni bugun bor. Bugun harakat qilishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak bo'lsa, bugun qilishimiz kerak. Bugun ulgurib qolishimiz kerak. Demak, Alloh taolo bergan har bitta vaqtni g'animat bilishimiz kerak va harakat qilishimiz kerak ekan, azizlar. Agar siz sabr toqat bilan mana shu joygacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, men albatta ishonaman sizga, siz ham bu nevroz kasalligidan butkul chiqib ketasiz. Hech qanday dori-darmonsiz chiqib keta olasiz. Chunki mana shu joygacha ko'rdingiz sabr toqat bilan. Demak, azizlar, hammasi o'zimizga bog'liq va albatta buni mashqlari bor, o'sha psixoterapiya usullari bor, o'shalardan foydalanib, harakat qilib, bugungi kunimizni bir go'zal hayotda, go'zal suratda, yaxshi amallar bilan o'tkazishimiz kerak. Oilamiz davrasida ota-onamiz bo'lsa, ota-onamizni xizmatini qilishimiz kerak. Farzandlarimizni baxti kamol uchun bir rejalar tuzishimiz kerak, amalda o'sha ishlarni qilishimiz kerak, azizlar. Shuning uchun men har doim aytaman, bizda doim ishonch kuchli bo'lishi kerak. Ishonch. Nimagadir qattiq ishonsak, nimagadir ishonch bilan birgalikda mehnat qilsak, harakat qilsak, albatta natijasi bo'ladi. Sizga kattakon rahmat. Doim mana shunaqa pozitiv kayfiyatda yuring. Oilangizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Xudo xolasa ajab emas, siz bilan mana shu qisqa bo'lsa-da qilgan suhbatimizdan insonlar o'ziga bir to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsa, sizni tavsiyangiz asosida insonlar mana shu bugundan boshlab, mana hozirdan boshlab video tugashi bilan harakatni boshlayman degan insonlarning qalbida bir olov yo'qolgan bo'lsak, albatta xursandmiz. Agar sizga ham konsultatsiya yoki bo'lmasa kurslarimiz
qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Albatta shu raqamlarga bog'laning. Xudo xolasa bu nevrozdan bemalol chiqib ketasiz. Hammaga sihat, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, to'kin dasturxon, mustahkam iymon tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.